Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yaqinda xabaringlar bo'lgan bo'lsa kerak, bitta YPX xodimlari hamda PPS xodimlari bilan tortishuv ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. O'sha holatdan keyin o'sha PPS xodimini urgan odam uzr so'rab chiqdi. Uzr so'rab chiqqandan keyin unga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Uni ehtiyot chorasi qilib qamoqqa qo'yishdi. Bizni eng o'ylantirgan narsa shuki, o'sha ichib mashina haydagan o'sha fuqaroni akasi podpolkovnik ekan. Shu podpolkovnikni ishdan olishibdi endi. To'g'risi, men o'sha yerda holatni ko'ryapman. Akasi tomonidan hech qanaqa huquqbuzarlik yo'q. Hech qanday bu akasi tomonidan xodimlarga qarshilik ko'rsatilgan joyi yo'q. Bu holatda sizlar qanaqa fikr bildirasizlar? To'g'rimi? Masalan, kimnidir aybi uchun, ukasini yoki akasini aybi uchun shu aka javob berish kerakmi? O'sha holatda ishdan olib tashlashlik qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Masalan, men bu holatni bundoq ko'rib o'yladimki, bu yerda akasini o'sha podpolkovnikga hech qanaqa aybi yo'q edi. Balki ukasini maishat qilib qo'ygan joyidan olib ketayotgan bo'lishi mumkin uyiga. O'sha holatda qanaqadir tortishuv bo'lib qolgan bo'lsa, GAI chaqirilgan bo'lsa, GAIlar kelgan, PPSlar kelib o'sha holatni shunaqa urush janjalgacha borishiga sabab bo'lgandir o'sha yosh xodimlar balki. Buni boshida nima bo'lganini bilmaysiz, urush darajasiga yetguncha nimadir degan bo'lishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Masalan, o'sha PPS xodimlari tomonidan qanaqadir gap og'irroq urush darajasiga boradigan darajada gapirdiganmikan? Ijtimoiy tarmoqlarda turli fikr mulohazalar paydo bo'lyapti. Bu yerda yana bir-ikki juristlar, advokatlar tomonidan bir-ikkita nimalar aytilyapti. Prezidentimizning qarorlarida hech qaysi xodim oila a'zolari uchun javob bermasligi aytilgan degan bir fikrlar keng surilmoqda. Sizlar nima deysizlar bu fikrga? O'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Kommentariy ochiq, faqat haqorat qilmasdan o'zingizlarning to'liq fikringizni yozib qoldirishingizni iltimos qilaman. Barchaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat.